2026-yilda zo'r biznes qilaman degan akalarimiz uchun qadrdonlar mana svejiy qoliplar ko'ryapsizlar. Bug'da chiqishini ko'rib turibsizlar. Kimga shunaqangi qoliplar kerak bo'ladigan bo'lsa, hozir hamma obzorini qilib beramiz. Bu narsadan nima ishlab chiqarsa bo'ladi deganlarga mana bu yerda ana akalarimizda ishlab chiqarish sexlari ham bor. Bu yerda xohlasangiz shunaqangi qoliplarni sotib olishingiz mumkin. Xohlasangiz qadrdonlar tayyor fasadniy plitkalarda masalan olib turib uyingizga montaj qilishlaring mumkin. Rasvetkalari har xil, xohlasangiz devor uchun, sokul uchun hammasidan bor. Agarda bu yerdan qolib sotib olsangiz, kelib turib mana shu yerda bir hafta 10 kunda o'rganib, uyingizga borib zakonni biznes qilsalaring bo'laveradi. Mana hozir akalarimiz ishlab chiqarishyapti. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tuzimiz charchamayapsizmi? Qayerdan keldingiz? Buxorodan. Buxorodan keldingiz. Necha kun bo'ldi? 3 kun bo'lyapti. 3 kun bo'ldi. Xudo xolasa mana shu biznesda urganib, xudo xolasa Buxoroga mana akamiz ishlab chiqaradi ekan. Akamizning nomerlarini ham qoldirib qo'yamiz. Buxoroda fasadniy plitkalar kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Usta aka, necha kunda urganib chiqib ketasiz, xudo xolasa? Bugun ketamizlar. Ha, bugun 3 kunda urganib chiqib ketyapsiz. Necha kvadrat qolib olyapsiz? 18 kvadrat. 18 kvadrat qolib, 18 donami 18 kvadratmi? 18 kvadrat. 18 kvadrat qolib olib ketyapsiz. Qoyil. Ya'ni devor uchun, fasad uchun hammasini olib ketyapsiz. Shundaymi usta aka? Gap yo'q. Aka, omadingiz bersin, ishingizga rivoj. Endi esa mana shu ishlab chiqaruvchi akamizdan to'liq ma'lumot olamiz. Assalomu alaykum. Ustaga yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat. Allohga shukr. Aka, qo'llaringiz dard ko'rmasin. Ham fasadni plitka bilan, ham shunaqangi bizneslarda xalqimizga urvatib qo'yapsizlar aka. Manzil eslatib o'tib ketamiz. Farg'ona viloyati, Bog'dod tumani. Qaysi qishloqqa kiradi? Begavot qishloq. Begavot qishloqqa kiradi. Yo'l bo'yida, katta yo'l ustida. Ha, katta yo'l ustida. Ekranda nomerlari bo'ladi. Lokatsiyasini Bozor va biznes Telegram kanaliga tashlab qo'yamiz qadrdonlar. Kelib ko'rib, masalan, ma'qul kelsa, boshlab yuborsa bo'laveradigan biznes. Aka, bu yerda qoliplarimiz narxi qanchadan qanchagacha? Qoliplarimiz $160 eng sifatli, eng zo'ri. Eng o'sha egiluvchani uzoq muddat xizmat qiladigan. Ha, plitkani ushlab qolmaydi. Egiluvchanligi bo'lsa, shunday osongina chiqadi. Mana tayyor mahsulotni ko'rsataylik. Mana ko'rib turibsizlar, mramor ko'rinishda ekan aka bu. Tushunarli. Bitta uylarni ham ko'rsatib o'tamiz. Xudo xolasa. Joylar bor, ko'rsatib o'tamiz hozir. Albatta ko'rsatib o'tib ketamiz. Kvadratini qanchadan dedingiz? Bular 80 ming so'm. Yo'q, qoliplarda. Qoliplar $160. $160 1 kvadrat. 1 kvadrat. Masalan, minimum boshlash uchun necha kvadrat qolip olish kerak? Endi puliga qaraydi hamma. 10 kvadratdan boshlab olsa, sal yurgizib olsa bo'ladi. Keyin qo'shib olaveradi. 10 kvadratga masalan qolip oladi, $1600 ga keladi. O'sha o'zini qiziqishiga qarab turib, ha, 2-3 kun, bir haftada urganib ketishadi. Borib turib o'zini territoriyasi shu biznesni yo'lga qo'ysa bo'laveradi. Hozir kuchayib boryapti, borgan sari. Zakazlarimiz ko'p bizda. Hammasiga zakaz bor bularda, hammasiga. O'chirib turishdi odamlar 1 oy, 1,5 oydan o'chirib turishdi plitkaga. Tushunarli. Kuchayib boryapti. Bu devor tanlamaydi-yu. Ham suxoy montaj bo'ladi. Ha, hozir qishda ham qatirilaveradi hozir. Anomal sovuqda qatirsalar bo'laveradi. Anomal isitda ham qatirsalar bo'laveradi. Bular xom g'ish, pishgan g'ish. Devor tanlamaydi. Devor tanlamaydi. Hammasiga yetaveradi. Sho'r devorlar bekitishga juda qulay. Bularimiz kvadrati qanchadan? Bular mana shu mramor ko'rinishdagilar 80 ming so'mligi. Eng arzon aytaylik. Eng arzoni 60 ming so'mligi. 60 ming so'mdan boshlanadi. 1 kvadrati 80 minggacha. 80 minggacha. 60 mingdan 80 ming so'mgacha. 80 minggacha. Mana o'tirishi bu 70 ming so'mligi. Bunisi 70 ming so'm. Narigi 80 ming so'mi. Oqi ham 70 ming so'mligi. U oqlar. Ha, bular ham oqi ham 70 ming so'm ekan. Progressivlar 60 ming so'm. 60 ming so'mdan. Значит, 60 ming so'mdan 80 ming so'mgacha 1 kvadrati. O'zbekiston bo'yicha kelishgan narxlarda dastavka qilib jo'natyapmiz. Hamma joyga jo'natyapmiz. Tushunarli, gap yo'q. Zo'r. Kimga qolib kerak bo'lsa, fasadniy plitka kerak bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Endi esa natijani ko'rsatamiz. Asiya fasadniy klinkerlar mana qoliplarni ko'rib turibsizlar. Aka, bunimiz qayerga ketadi? Bu Xorazmga 12 kvadrat olgan, urganib ketishgan. Hozir qolip tayyor bo'lyapti. 2 kunda xudo xolasa tayyor bo'ladi, chiqaraveramiz. Bunisi Xorazmga ketyapti-da. Bundan keyin Toshkentga 20 kvadrat yangi yo'lga zakaz olganmiz. Bu bolalar urganib ketishgan. Qolib bundan keyin uni o'chirib keladi. Uni o'chirib keladi. keladi. Buxorolik bu bolalarniki, bular 18 kvadrat olishyapti. Bularga keyin undan keyin ochirib bilan chiqyapti. Gap yo'q. Zo'r. Zakaz bersa chiqarib berilaveradi. Chiqarib beramiz sifatlik uchun. Choklari hamma narsa JJ'dalik uchun ko'rishib kelishyapti bizga. Bitta ko'rsataylik. Ko'rsataylik. Shu olgan qoliplardan qanaqangi mahsulotlar ishlab chiqarsa bo'ladi? Mana ko'rib turibsizlar, g'ishli variantda har xil, undan tashqari sokul uchun ham shunaqangi mahsulotlar chiqarsalaring bo'laveradi. Aka, bitta sifatini ko'rsatib qo'yaylik. Aka, bizda hozir plitka sotib olyapti turganlar, qolip shu ish yurgani kelganlar hammasi ko'rib, bizni YouTube nimalarda, kanallarda ko'rishib, biz asosan mana shu chokiga ahamiyat qilganmiz. Qarang, mana choki qattiq yopishadi. Ha, yaxshi yopishadi. Ha, mana qattiq. Bu gurgucho'p siqiydigan ham bo'lib qolar ekan-da. Biz bu manshetini kiygizganmiz mana. Bu 3D ko'rishdagi toshimiz mana. Mana bu lazer mana. Ko'rib o'tsalaring bo'ladi. Biz
mana shu joyini qattiq ishlaganmiz, joyiga keltirganmiz ilkalarimizda. Eng asosiy sifatidan devorga qatganda hali orasi ochilib qolishi yo'qoladi-da. Tushunarli. Chokib bir-biriga qattiq keladi, chiroyli yopishadi. Aha. Keyin mana laklangan holat mana, qarang. Bu Toshkentga To'ytepaga 350 kvadrat olganmiz bundan. Mana shundan qilib beramiz. Xudo xolasa mana juda chiroyli chiqadi. Yuvib maqlaveradi. ishlataverading, karcherlar bemalol yuvaveradi. Yuvaveradi, bemalol. Qoyil, zo'r. Endi esa qadrdonlar bitgan obyektlarga borib ko'rsatib beramiz sizlarga. Qadrdonlar natijani ko'rsatamiz. Masalan, uy qurganingizdan keyin shu holatda bo'ladi. Bunga qumshoq qizdirasiz, travertin qizdirasiz. 2 marta ishlov bersangiz, keyin o'sha tayyor holatga keladi. Bunda esa g'ishtni urdirib turib qadrdonlar orqasidan reykani tortib fasadni plitkani qoqib ketaverasizlar ekan. Ya'ni bitta o'q bilan ikkita quyon ursa bo'laveradigan variantda bo'ladi ekan. Ko'rib turibsizlar, uzul kesil devor tanlanmaydi. Xom g'isht, pishgan g'isht, hattoki shlaka blokka qatirsalangan bo'laveradi ekan. Hozir akamizdan endi to'liq ma'lumotni olamiz. Ko'rib turibsizlar, ya'ni Uchko'prik tumani Tojik qishloq dedimi? Tojik qishloqda akalarimiz yana bitta Fayzli xonadonda chiroyli qilishib, apishka qilib berishyapti ekan. Bu o'sha tayyor bo'lish jarayoni, mana bu esa bityapti turgan jarayon. Ustaga kelinganda, assalomu alaykum. Trendga chiqqan pechetkani topib oldik. Ustaga ko'rib turibmiz, yana bitta Fayzli xonadonni chiroyli qilib remont qilib beryapsizlar. Akana ustaga. Bu yerda mana xom g'ishtga, uzilkasi devor tanlanmaydi ekan. Devor tanlamaydi mana. Shu vaqt kerak emas-da mana. Mana shunday g'isht urildimi? Shuni plitkamiz qatiradi, tugaydi deydi-yu, fasad sirasi. Mana. Xohlasa o'sha bazalt yo stiklovat olib bersa, ichidan qo'yib yuboradi aka. Stiklavatami nima xohlasa qo'yib yuborsa ham bo'laveradi ichida masalan-da. Ichidan qo'yib yuboradi, issiq bo'laveradi mana. Mana buni ko'rsataylik. Men hech o'ylamadim. Masalan, shlaka blokka qatirsa bo'ladimi, yo'qmi deganlarga buni ham bitta ko'rsatib qo'yamiz. Mana shlaka blok. Mana shlaka blokka ham uzil kesil nima deydi? Qotirib yuborsa bo'laveradi. Kena blokka ham urishgan ustalarimiz, shlaka blok, paxsa sinchli, xom g'isht pishgan, umuman devor tanlamaydi. Plitkalarimiz qarang. Mashturishda shunday bitadi, fasad bitadi. Fasad bitadi. Mana shu holatga keladi. Bu masalan buni shuvog'ini tekkizlaguncha, masalan ustalar, bu fasad bitadi bu. Tushunarli. Uning orqasini yana usta ishlatadi. Uncha devorni teshigini yopib ketadi. Yopib ketadi hammasini. Ikkinchi yana bitta foydali tomoni, ya'ni sho'rni ham yopib ketadi ekan. Shu, masalan kafel papel yopishtiriladi-yu, 1-2 yilda sho'r buni itaradi, kafel uji chiqib ketadi kafellar. Bu plitkalarimiz ana ko'rib o'tyapti, mana so'klarga so'klar reyka to'qilgan hisobiga biz turaveradi. Sho'rlar mana sho'rlar polni orqasida qoladi. Sho'rlar mana beton orqasida qoladi. Mana shu ishda shunday bitadi mana. Bu mramor ko'rinishdagi toshimiz juda chiroyli chiqadi. Lazer mramorlisi bu. Qoyil. Ustaga mononimiz kvadrati qanchadan sotilyapti? Bu 60 mingdan. 60 ming Bu laklanmagan holati, laklangani juda yaltirab chiroyli bo'ladi. Bilesi chiroyli bo'ladi. Mana so'klar ustiga mana to'kri mokri tunika fon ketadi. Mana derazlar atkoslarga ham mokri tunika ketadi. O'zini chiroyli bo'lib qoladi. Mana shopda mokri svetga rosa bir xil svetda bo'ladi-da. Ya'ni hozir mokri trendga chiqqan, shundaymi? Mana mokri, mana. Eshitlar qarang, mokri. Mana shu bir xilga o'xshab qoladi-da bu. Bir xil. Zo'r. Mana bunimiz kvadratichi. Kvadrat bu 80 ming so'mlik toshimiz bu. Bu laklanmagan, laklansa juda chiroyli holatga o'tadi-da bu. Juda bu laklanmay shu darajada turibdi, qarang. Juda chiroyli. Har bizda bu plitkalarda har xil svetda, har xil turlari, qoliplarda turlari ham bor. Bilasiz. Ustanovkasi qanchadan bo'lyapti? Qotirib berishi. Qotirib berishi har xil endi 40 ming, 45 ming qatirishyapti. Reykasi alohida. Reyka alohida hammasi. Biz bitkazib berishni 170 ming, 200 minggacha olyapmiz joyiga qarab. Hamma narsasi bizda. Hamma yo'q o'zlaridan. Egasi uni lesasi bilan, bolalarning lesasi bilan tirikchilik yotog'ini qilib bersa bo'ldi. 170 mingdan 200 ming so'mgacha. 200 minggacha biz bitkazib beryapmiz. 1 kvadratini bitishi. 1 kvadrat tunukkasi lakigacha sepib bitkazib beramiz. Uyda egasi shu lesasi bilan bolalar yotoq tirikchiligini qilib berib turadi. Qoyil. Birpasda bitkazib chiroyli holatga o'tib qoladi-da. Shu bilan yuvib ishlatishaveradi. Juda chiroyli holatga o'tyapti, qarang. Tushunarli. Ustaga bu ish jarayonidagini ko'rsatyapmiz-da, endi bitgan joy obyektdan bormi? Bitgan obyekt bor, uni ham hozir ko'rsatib o'tamiz. Oldi gap yo'q. Qadrdonlar ko'rib turibsizlar, gapimiz isbotli. Uzul kesil devor tanlanmaydigan, ham bittada uyingiz chiroyli bo'lib ashifka bo'ladi ekan. Qancha garantiya beriladi bunga? Xudo xolasa bu turaveradi, qarang. Bu nimaga endi bir narsa kelib tiysa, qattiq tiysa, sinadi bu. Sinadigan bo'lsa, ustalarimiz shunday bir 10 minutda almashtirib qo'ysa bo'ladi. Ichidagisini-da, masalan, urgandan keyin bu odamlar aytishi mumkin-da, bu sinib qolsa qanaqa bo'ladi, bu bir-biriga minadi-ku bu. Bu 10 minutda ustalar almashtirib qo'yadi. Bu oson juda. Biz almashtirib ham qo'yganmiz. Bitta joyda shunaqa bo'ldi. Bitta joyda, masalan, 2,5 yil ichida bitta joyda bo'ldi, Beshariqda. Shunday bor ustalarimiz shunday almashtirib qo'ydi. 10 minut vaqt ketdi.
uyni egasi chiqquncha almashtirib bo'ldi. Chaqiruvdik, chiqquncha almashtirib qo'ydik. Zo'r. Aha, tushunarli. Bu nimasi yo'q. Xohlasa chiroyli holatga o'tadi. Bo'ldi, endi obyektga ham bir borib ko'ramiz, yangi O'sha yerga ham bir ko'rak. Keyingisiga ketdik. Qadrdonlar, mana bitgan uyni ham ko'rsatamiz. Ko'rib turibsizlar, bu tashqari tomoni ekan, usta aka. Tashqari tomoni. Ichkani ham ko'rsatib qo'yaylik. Bu qanday holatda edi bu uyimiz? Bu sinchilmikan shunaqa edi-da. Ha, sinchli uyda sinchli shunaqami? bo'lsa kerak, ha. Sinchli bo'lsa kerak deyishyapti. Chunki akamiz ishlab chiqaruvchi, o'zi xotirmaydi, faqat sotadi xolos. Xo'sh, qirg'og'iga chiroyli qilib, karnizlarni ham derazalar ro'lari tunuka mana chiroyli, mokri tushadi-yu. Qo'y, zo'r. Masa chiroyli chiqqan, qarang. 3D ko'rinishdagi mramor toshlarimiz bu. Mramor toshlari. Qarang, juda chiroyli chiqqan. Juda ham chiroyli chiqqan ekan. Havas qilganlar bittadan like bosamiz, tanish bilishlarga jo'nataveramiz. Kimga shunaqangi fasadni plitkalari, qoliplari kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranda mana shu ishlab chiqaruvchi akamizning nomerlari bo'ladi, aloqaga chiqib olasizlar. Bizning kanaldan chiqqanlarga jichip bonuslari qilib beriladi. Bonuslarni qilib berishadi ekan. Like bosib tanish bilishlarga jo'natib qo'yamiz.